tekin qilish kerak. Men o'shadan Tekin qilish kerak edi. Nimasiga yer? Qayerdan uni? Nimasiga pul oladi? Ha, xo'p, o'sha elektr energiyani qayerdan olyapti? Gelsdan olyaptimi? Gelsdan olyapgan bo'lsa, nimasiga pul beraman? Samsolar Energy kompaniyasi davom etadi. Navbatdagi ushbu xonadon egalariga ham 20 kilovatlik 10 grid tizimida ishlaydigan quyosh panellari stansiyasini o'rnatib berdik. Endi ushbu xonadon egalari elektr energiyasiga bo'lgan xarajatlarini 100% o'zi qoplashidan tashqari, o'zidan ortib qolgan ortiqcha energiyani umumiy tarmoqqa, ya'ni davlatga qaytarib, har bir kilovatini 1000 so'mdan sotib daromad qilishlari mumkin. Agar siz ham xonadoningizga yoki biznes obyektlaringizga quyosh panellarini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, Samarqand viloyati bo'ylab 78 kodi bilan 333 67 raqamlari orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.